aldanib lo'q bo'lib yuribdi odamlar, shularga ishonib shular. Abror Muxtor Aliyev O'zbekistonda bo'layotgan janglarni bukmekerlik kompaniyalar sotib olganligi va jangchilarning mag'lub bo'lish uchun bir qancha pullar berayotganligi haqida gapirib o'tdi. Yana u aytdiki, bu kabi janglar uchun insonlar ahmoqqa o'xshab, ular uchun foyda o'rniga ziyon ko'rganligi haqida gapirib o'tdi. Do'stlar, endi bu videoni ko'rmasangiz bo'lmaydi, chunki domla bor haqiqatlarni oshkor qildi. Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana aytishar, mana bizda ham bir ikkita shunaqa janglar bo'lib o'tibdi yaqinda. Uni ham ming xil gap gapirishyapti. Bu ko'pchilik pul tikadi deb bir tomonni chaqirib olib, uni juda baland ko'rsatib, o'sha bilan gaplashishadi. Qancha yutasan, misol uchun? Qancha yutishi mumkin? 5000 dollar, 10000 dollarmi, ha? Senga 300 ming dollar beramiz, mana. Bo'ldi, yutqizib ber, bo'ldi. Chunki bu yoqda odamlar 3 million dollar pul tikkan bo'ladi. Aldanib lo'q bo'lib yuribdi odamlar, shularga ishonib, shularni shousiga aldanib, bu bo'layotgan propaganda, bu bo'layotgan reklama qurollari juda ko'p odamlarni xonavayron qildi. Bir qancha blogerlar, Alloh rozi bo'lsin, O'zbekistonda chiqishib qimor reklamalari menga oyiga 50 ming dollar taklif qildi, yo'q dedim deb chiqishdi. Hatto qimor reklamalari qimorni yomonlab nomini aytib berishga ham pul beradi. O'shaning uchun nomini ham aytishlik xatarli bo'lib qoldi. Adashib aytib yorishligidan ham saqlanishimiz kerak ekan. Qarang. Nomini aytish, bu aytsang bo'ldi, yomonlasang ham mayli. Mana 20 ming dollar, mana 30 ming dollar taklif qilyapti kompaniyalar. Ularga aldanmaslik, ularga qarshi turishlik vazifamiz. Siz, biz, men hammamiz mana shu mavzularni yoritib atrofimizga tarqataylik. Qimor iqtisodiy jinoyat, ma'naviy jinoyat, ijtimoiy ahvolni rasvo qiladigan eng katta omillardan bittasi. Ijtimoiy vaziyat buzilib ketadi. Odamlar dangasa bo'lib ketadi. Soxtakor ko'payib ketadi. Va hokazo, va hokazo. Shu suhbatni ko'proq tarqalishligida hissa qo'shing, ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Yaqinlaringizni hech yo'q ogohlantirasiz. Yaqinlaringizni hech yo'q asrab qolasiz.